Assalomu alaykum qadrdon tinglovchilar. Demak, sizlar bilan trigonometrik tenglama mavzusini ko'rishda davom etamiz. Mana bugungi navbatdagi darsimizda demak biz sizlar bilan trigonometrik tenglamalarning yechish usullarini ko'rishda davom etamiz. Demak, bugungi darsimizda anchagina murakkabroq tenglamalar ko'riladi, sababi biz hozirgacha ancha usullarni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Demak, keling mana shu darsimizni quyidagi savol bilan boshlaylik. Mana ushbu savolda aytyaptiki, tenglamani yechish bizdan so'ralyapti. Agar diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu tenglamada mana kub ham qatnashgan, mana bu yerda kvadrat, sinus. Endi bir qaraganda hozir kvadratlarni ochish, kubni ochish ancha ishimizni murakkab qiladi. Bu tenglamamizning siri bir so'z bilan shu kosinus kubikga bo'lib olishdan iboratdir. Endi biz siz bilan kvadrat tenglamaga keltirilib yechiladigan misollarni ko'rdik. Endi bu tenglama kvadrat tenglamaga emas, kub tenglamaga keltirilishi kerak ekan. Kosinus kubikga bo'lishdan oldin o'sha paytdan eslarda bor, kosinus x teng 0 ni tekshirishimiz kerak edi. Mana bu misolimizda agar kosinus x 0 ga teng bo'lsa, o'z-o'zidan yechim bo'lyapti. Shuning uchun agar shunday kosinus kubikga bo'lib yuborish o'z navbatida ildiz yo'qolishiga olib keladi o'quvchilar. Biz nima qilamiz? Biz birinchi navbatda kosinus x teng 0 ni yechim deb qabul qilamiz. Misolni berilishida kosinus x teng 0 bizlar uchun yechim, shunday ma'lum bo'lib turibdi. Bundan x teng pi taqsim 2 plus pi k degan yechim bizda bor. Biz bu tenglamaning yechimlarini bir qismini topib bo'ldik o'zi. Endi qolgan qismini topish uchun buni yechim deb qabul qilgandan keyin kosinus kubikga bo'lib olamiz. Kosinus kubikga bo'lib olgan paytimiz bu yerda 4 ta tangens kvadrat x minus 4 ta tangens x. Nima uchun? Chunki kosinus kub bilan kvadrat qisqarib bitta tangens x qoladi. Plus 1 teng 0 degan ko'rinishga keladi. Endi masala shart boshida kub tenglamaga kelishi kutilgan edi, lekin bu masalada kub tenglama hosil bo'lmadi. Endi kub tenglama bo'lishi ham mumkin edi. Hozir esa kub tenglama yo'q. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Shuning uchun endi bu yerda hozir yana bundan keyin tangens x ni t deb belgilab olgandan keyin 4t kvadrat plus 4t plus 1 teng 0 degan tenglama ko'rinishiga keladi. Bundan t'miz teng 1 taqsim 2 topiladi. Chunki bu 2t minus 1 ning qavs kvadrati bo'lyapti o'quvchilar. Endi nimani t deb olgan bo'lsak, tangens x ni o'z navbatida yarimga tenglashtiramiz. T ning qiymati yarim topildi-ku. T tangens x yarimga teng. Shuning uchun t deb olgan narsamizni tangens x ni yarimga tenglashtiramiz. Bundan o'quvchilar x teng arctangens yarim plus pi k topildi o'quvchilar. K tegishli z. Mana shunday. Shunday qilib bizda tenglamaning yechimi pi taqsim 2 plus pi k va arctangens yarim plus pi k bo'ldi. Demak o'quvchilar, ushbu tenglamani kosinus kubikga bo'lish orqali yechdik va aytganimizdek, kosinus kubikga bo'lishdan oldin albatta e'tibor qaratdikki, shu yerda mana shu yerning o'zida kosinus x teng 0 bo'lganda ham yechim bo'lyapti. Agar shu shartni qo'ymaganimiz edi, biz bu tenglamani barcha ildizlarni topmagan bo'lardik va tenglamaning yechish jarayonida ildizlarning bir qismini yo'qotib qo'ygan bo'lardik. Hozir esa unday bo'lmadi. Hozir tenglamani biz to'liq yechgan bo'lyapmiz o'quvchilar. Shunday qilib javobimiz pi taqsim 2 plus pi k arctangens yarim plus pi k ga teng ekan o'quvchilar. Xo'p, endi keling mana bugungi darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz aytganimizdek ancha murakkabroq bo'lgan trigonometriyani ko'rishimiz kerak. Mana hozir navbatdagi ko'rmoqchi bo'lgan savolimiz bu 243-savol to'plamdan ekan. Xo'p, 2016-yil variant savoli ekan o'quvchilar. Xo'p, keling shu savolga ham diqqat qarataylik. Demak, bu savolimiz aniqlanish sohasiga e'tibor bering degan turkumdagi savollarga kiritsak bo'ladi, lekin qiyinchilik jihatdan ancha murakkabroq savol hisoblanadi. Mana savolimizda shunday deyapti. Tangens px plus 1 xo'p, ildiz ostida 2 qo'shilgan 3x minus 2x kvadrat teng 0. Tenglamaning ildizlari yig'intisini toping deb savol beryapti o'quvchilar. Xo'p, qiladigan ishimiz ko'paytma 0 ga teng, ko'paytuvchilarning hech bo'lmaganda biri 0 ga teng bo'lishini anglatadi. Demak, birinchi navbatda tangens px plus 1 ni 0 ga tenglashtiramiz.
Bundan px teng qachon tangens minus 1 ga teng? Minus pi taqsim 4 plus pi kada. Agar pi ga qisqartirib yuborsak, x teng minus 1 taqsim 4 plus k. K tegishli z bo'ldi o'quvchilar. Shunday qilib tenglamaning bir qismidan x teng minus 1 taqsim 4 plus k degan yechim aniqlandi. Endi o'quvchilar o'z navbatida ikkinchi ko'paytiruvchi ham 0 ga teng bo'lsa bizlar uchun yechim bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi ko'paytiruvchi 2 qo'shilgan 3x minus 2x kvadratni ham 0 ga tenglashtirishimiz zarur bo'ladi. Buni minus ko'paytirib olamiz. 2x kvadrat minus 3x minus 2 teng 0. Bundan diskriminant hisoblaymiz. 9 qo'shilgan 16 25. 3 plus minus 5 taqsim 4. Bitta ildizimiz 2, bitta ildizimiz minus yarim. Endi bu ikkala ildizni ham qabul qilishdan oldin tangens qatnashyapti. Xabarlarimiz bor. Agar tangensning maxraji 0 ga teng bo'lsa, ya'ni kosinus 0 ga teng bo'lsa, bu ifoda aniqlanmagan. Aniqlanmagan son bilan 0 ni ko'paytmasa 0 ni bizga bermaydi. Shuning uchun mana 2 bilan yarimni to'g'ridan to'g'ri yechimda olib ketmaymiz. Tekshirib ko'ramiz. Agar minus yarimni keltirib qo'ysak, tangens minus yarim minus pi taqsim 2 aniqlanmagan. Xo'p, shu uchun mana minus yarimni ildiz deb qabul qilib bo'lmaydi. 2 ni keltirib qo'ysak, tangens 2 pi da 0 ga teng aniqlangan. Shu uchun faqat 2 degan yechim bor. Endi xuddi shunday birinchi qismdan ham ildizlarni bu yerda cheksiz ko'p yechim bor. Barchasini qabul qilib bo'lmaydi, sababi ildiz ostining nomanfiyligini ta'minlashimiz zarur. Shuning uchun ildiz ostida turgan ifodani katta yoki teng 0 deb ishlaymiz. Mana shu yerga to'g'rilab qo'yaman. Katta yoki teng 0 deb ishlaymiz. Ko'paytirib olamiz minusga 2x kvadrat minus 3x minus 2 kichik yoki teng 0 o'quvchilar. Endi bu tenglamaning ildizlari bizga ma'lum. Bu tenglamaning ildizlari bizga mana topildi. Demak, minus yarim bilan 2 deb topildi o'quvchilar. Endi bizda o'rtasi bo'yaladi. O'rtasi. Mana biz hozir sizlar bilan mana shu yechimlar to'plamidan mana shu intervalga tegishlarni olishimiz kerak. Mana k ni o'rniga minus 1 bersak, minus 1,4 dan 1 tashqarida. 0 bersak minus 1 taqsim 4 bor. Agar k ga 1 bersak 3 taqsim 4 bor. K ga 2 bersak 1,4 dan 3 ham bor. Undan keyingi yechimlari yo'q. Shunday qilib tenglamaning mana bu birinchi qismning intervalga tegishli ildizi 3 ta ekan. 1 2 3. Mana bu ildizlar nechta ekan? 4 ta ekan. Masala shartida tenglamaning ildizlari tenglama nechta ildizga yo'q, tenglamaning ildizlari yig'intisini toping degan savol sharti. Ildizlar yig'intisi. Keling ildizlar yig'intisini qidirib ko'raylik. Mana bu yerda qo'yishgan paytimiz bu yarim 1 butun, demak bitta ildizi 1,4 ta plus 3 taqsim 4 minus 1 taqsim 4 ildizi bor va o'z navbatida 2 degan ildizi bor. Xo'p, bu yarim. Xo'p, bu bilan 3,75 3,75 ga o'quvchilar qo'shamiz yarimni 0,5 ni. Javob 4,25. Demak, tenglamaning ildizlari yig'indisi nechaga teng ekan o'quvchilar? 4,25 ga teng ekan. X teng 2 degan ildiz bizda mumkinmi? Tekshirib ko'raylik qani 2 ni qo'ygan payt 2 pi tang 0 ga teng mumkin. Shunday qilib javob o'quvchilar 4,25 bo'ldi. Xo'p, demak ko'ryapsizlar, masalada sal e'tibor qaratish kerak. Agar hozir minus yarimni olmaganimiz edi, minus yarimni 3,75 degan ildiz paydo bo'lardi. X teng 2 degan ildizimiz da yana men tekshirishni davom etyapman, ko'ryapsizlar. Shubhalanyapman chunki 2 ni keltirib qo'yganimizda bu 0 ga teng. Tangens 2 pi nimaga teng? Tangens 2 pi da 0 ga teng. Demak, aniqlangan. Tangens 2 0 bo'ladi. Mana bu ildizlarni ham yana bir karra tekshirib ko'raylik. Mana minus 1 taqsim 4 da 0 bo'ladi. U ildiz osti musbat, chunki minus yarimdan katta. Minus yarimdan kattami? Katta. Menimcha javob to'g'ri bo'ldi. Yana agarda xatolik ketgan bo'lsa, sizlar buni tekshirib kommentariyada yozsangiz bo'ladi. Hozircha menimcha mana shu yechim to'g'ri qo'shlar. Javob 4,25. Demak, ko'ryapsizlar, e'tibor qaratish kerak. Tangens bor, ildiz bor. Xo'p, ma'lum bir ildizda maxraj 0 ga teng bo'lishi mumkin. Tangensning maxraji
yoki bo'lmasa ildizi manfiy bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tenglamaning nechta ildizi bor degan savolga javob 4 ta. Ildizlar yig'indisi 4,5 ga teng bo'ldi. Xo'p, demak, sizlar bilan mana ko'ryapsizlar, o'sha ancha murakkabroq bo'lgan tenglamalar bilan tanishyapmiz. Xo'p, navbatdagi shunaqa tenglamamiz quyidagicha berilgan. Mana bu ham 2016-variant savoli. Masala shartida shunday deyapti: 2 logaritm sinus 2x kosinus kvadrat x minus 4 plus 5 ta logaritm kosinus 5 darajada x sinus 2x teng 0. Xo'p, anchagina ko'ryapsizlar, murakkab savol, chunki ham logaritm ham sinus qatnashyapti, ham trigonometrik tenglama. Asli bu trigonometrik tenglama. Lekin logaritmik trigonometrik tenglama desak ham hamcha xato bo'lmaydi. Lekin asosan bu trigonometrik tenglama deyiladi. Xo'p, endi e'tibor berib qarasangizlar, birinchi navbatda soddalashtirishdan boshlashimiz kerak. Mana biz hozir ana bu yerda cos 2 ni oldinga tushiramiz. 4 bo'ladi. Logaritm sinus 2x asosida ko'ra kosinus x. Endi aytish mumkin, modul qo'yilmaydimi degan savol paydo bo'ladi. Mana bu yerda kosinus x 5-daraja bilan asos turgani uchun kosinus x o'z-o'zidan katta 0 dan doimo. Masalan, ana bu yerda kosinus x manfiy bo'lishi mumkin, chunki kvadrat turibdi, lekin ana bu yerda bo'lmaydi. Shuning uchun bu modul qo'ymadim-u, kosinus x ni musbat degan shartni yozib qo'ydim o'zim uchun. Chunki kosinus x manda faqat musbat, u ham musbat ham manfiy bo'la olmaydi. Ayrilgan 4. Xo'p, endi mana bu 5 bilasizlar, logaritm oldiga 1/5 bo'lib tushadi, qisqarib ketadi. Logaritm kosinus x asosiga ko'ra sinus 2x teng 0 bo'ldi o'quvchilar. Endi mana bu qismida mana shu hadni agar a bilan belgilasa, mana bu had o'z navbatida nimaga teng bo'ladi? 1/a ga. Demak, 4a minus 4 1/a teng 0 ga teng bo'ldi. Endi ikkala tomonni a ga ko'paytirsak, natijada 4a kvadrat minus 4a plus 1 teng 0 bo'ldi o'quvchilar. Buni o'zi o'quvchilar bizda 2a minus 1 ning qavs kvadrati teng 0, a teng yarim ga bo'ldi o'quvchilar. Shunday qilib bizda a teng yarim ekan. Xo'p, nimani a deb belgilagan bo'lsak, logaritm sinus 2x asosiga ko'ra kosinus x ni a deb belgilagan narsamizni shu yarimga tenglashtiramiz. Natijada kosinus x teng, xo'p, ildiz ostida sinus 2x, chunki sinus 2x ning darajasiga yarim bu ildiz osti bo'ladi. Kvadratga qo'shirsak, sinus 2x teng bo'ladi kosinus kvadrat x ga o'quvchilar. Endi ikkala tomonni da kosinus x bo'lgani uchun kosinus x ga qisqartiramiz, lekin kosinus x ni teng 0 deb olib bo'lmaydi. Chunki kosinus x 0 dan katta. Bizda qoladi 2 ta sinus x teng kosinus x ga. Agar buni yuborsak, kotangens x teng bo'ladi 2 ga. Shunday qilib bu tenglamaning yechimi x teng arkotangens 2 plus pika. Asli pika hozircha. Ammo lekin birinchidan sinus 2x 0 dan katta bo'lishi kerak. Kosinus x 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi o'quvchilar shu yerda bir narsani men sizlarga aytib ketishim kerak. Kosinus x 0 dan katta bo'lishi kerak. Bo'lmasa asos manfiy bo'ladi. Endi sinus 2x dan manfiy bo'lsa, sinus 2x o'z ichiga kosinus qara sinusni oladi. Demak, sinus x dan musbat bo'lishi kerak. Agar kosinus x 0 dan katta bo'lsa, sinus 2x 0 dan katta bo'lishi kerak bo'lsa, demak bu degani ham sinus x ham kosinus 0 dan katta. Endi o'ylab ko'ring, ham sinus x ham kosinus 0 dan katta bo'lma degani. Bu deganiki bizning noma'lumimiz x'imiz birinchi chorakda degani. Faqat birinchi chorakdagina ham sinus ham kosinus 0 dan katta bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu masala yechimini hozir men endi o'chiraman. Xo'p, mana shu topilgan yechimlarning ichidan ham sinus ham kosinus 0 dan katta bo'lganlarini, ham sinus ham kosinus 0 dan katta bo'lgan yechimlarni olamiz. Ya'ni birinchi chorakda tegishli bo'lgan yechimni olishimiz kerak. Arctangens 2 bizada 45 gradusdan kichik burchak. Nima uchun? Chunki arctangens bu bizada kamayuvchi funksiya.
45 gradusda 1 ga teng, 45 dan kichikroq burchakda 2 ga teng bo'ladi. Mana ark tangiz 2 qayerda? Endi kechirasiz, arka tangiz 2. Arka tangiz 2. Endi pika qo'yishganimizdan keyin ikkinchi yechim mana bu yerga ko'chadi. Lekin biz aytganimizdek, bizda ham sinus ham kosinus musbat bo'lishi kerak. Bo'lmasa sinus 2x musbat bo'lmaydi va mana bu asosan manfiy bo'lib qoladi. Logaritm asosi. Va shu uchun biz hozir javob deganda x teng arka tangens 2 plus 2 pika. K tegishli z ni olamiz. Ya'ni pika emas, o'quvchilar 2 pikani olishimiz kerak ekan. Agar pikani olsak, ikkinchi yechimni ham olgan bo'lamiz. Ikkinchi yechimda esa sinus ham kosinus ham qanaqa bo'ladi? Manfiy. To'g'ri, sinus ham kosinus ham manfiy, sinus 2x musbat bo'ladi, lekin kosinus manfiy bo'lyapti-ku. Uchinchi chorada. Shuning uchun bu yerda bizda faqatgina 2 pikali javob. Shunday qilib misolning javobi arka tangens 2 plus 2 pika b javob ekan o'quvchilar. Ana shunday. Demak, ana shunaqa logaritm qatnashgan tenglamalarda sizlar albatta belgilashtirgandan keyin aniqlanish sohasiga chuqur e'tibor berishlaringiz kerak ekan. Bo'lmasa misolni yechib bo'lgandan keyin ham moz ildizini tanlashda xatolikka yo'l qo'yish mumkin ekan o'quvchilar. Xo'p, mana hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan trigonometrik tenglamalarning ancha usullarini tanishdik. Yana bizda bitta usul bor. Bu usulimiz quyidagicha. Mana shunday savol berilgan. Xo'p, sinus x teng x taqsim 10 degan tenglamani yeching deyapti. Tenglama nechta ildizga ega? Xo'p, endi o'quvchilar, mana bu tenglamada e'tibor bilan qarasangizlar, x ham sinus ostida qatnashyapti, ham alohida o'zi qatnashyapti. Endi tushunarliki, bu tenglamani biza yechganimizda, xo'p, ildizlarini faqat taqribiy hisoblab bilamiz, ildizdan o'zi kerak bo'lsa, lekin bizdan ildizlarni o'zini top demayapti, ildizlari sonini so'rayapti. Endi ildizlari sonini so'ragan tenglamalarda bilasizlar, aksariyatida grafik yordamida ildizlari sonini ko'rish mumkin bo'ladi. Mana o'quvchilar, bu y, mana bu x. Endi keling, agar diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bizda xo'p, sinus x ning grafikini birinchi yasaymiz, mana. Xo'p, sinus x ning grafikini yasab beraman sizlarga. Xo'p, 2pi. Xo'p, endi bu masalada imkon qadar to 3pi gacha yasash kerak edi. Xo'p, savol berishlaringiz mumkin. Nima uchun 3pi gacha? Chunki 3pi bu o'nga yaqin son bo'ladi. Shuning uchun men hozir chizmam, menga to'liq, xo'p, manzarani to'liq holatni aks ettirmagani uchun men qaytadan chizishim kerak bo'lyapti. Shuning uchun sizlar birinchi navbatda qanaqa daraja chizma chizishlarini ham boshidan aniqlab olsangiz yaxshi bo'ladi. Mana. Endi kichikroq olaman. Mana menda ana shu pi taqsim 2 bo'lsin. Mana bu menda pi bo'ladi o'z navbatda. 3pi taqsim 2, 2pi, hop, 2,5pi va 3pi gacha chizib oldim. Xuddi shunday qilib, demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qo'yishim kerak ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana bu minus 3pi bo'ldi qo'shlar. Endi agar menda ana shuni o'zi pi taqsim 2 1,57 bo'lsa, menda 1 albatta bundan kichik bo'lishi kerak. Ana menda bir qancha. Chunki shuni 3ta bo'lib, ikkita qismini olaman deb. Mana shunday. Endi sinusni grafik yasash uchun mana sinus ana bu 0 bo'ladi, ana bu 0 bo'ladi. No, ana bu pi taqsim 2 1. Bu yerda esa minus 1, mana 3pi dan 0 bo'ladi. Endi o'quvchilar, mana shu grafikni chizamiz. Mana grafikni chizdik. İkinci qismida ham bu minus 1 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladi, bu ham minus 1. O'quvchilar, o'z navbatda grafik davom bo'lyapti. Mana. Grafik davom bo'lyapti. Shunday qilib biz sizlar bilan sinus x teng y teng sinus x tenglamaning y teng sinus x funksiyaning grafikini yasadik. Endi mana x ni o'rniga 10 qo'ysak, 10 demak 3pi dan ham o'tadi. Chunki 3pi bizda 10 ga bormaydi, sal o'tadi yani.
sal o'tgan paytda buni qiymati 1 ga teng bo'ladi. 10 qo'ysak 1 bo'ladi-da. Endi mana 0 bilan 1 ni mana shunday olib tutashtiraman. Agar men hozir minus 10 qo'ysam, minus 10 qo'ygan payt nech bo'ladi o'quvchilar? Menda minus 10 qo'ygan payt minus 1 bo'ladi. Mana. Shunday qilib bu bizada x teng 10 funksiyaning grafiki bo'ldi. Endi nima uchun bundan davomi chizilmayapti? Chunki davomida buni qiymatlar o'zi 1 dan katta, minus 1 dan kichik bo'ladi. Sinus x esa shu minus 1 bilan 1 orasida o'zgarib turadi va boshqa kesishmaydi. Shunday qilib tenglamaning nechta ildizi bor degan savolga javob 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xo'p, bu tenglamaning o'quvchilar bizada 7 ta ildizi bor ekan o'quvchilar. Demak, bu xildagi savollarni yechish uchun biz funksiyalarning grafiklarini yasaymiz va funksiyalarning grafigi nechta nuqtada kesishsa, shuncha ildizi bor deb javob beramiz. Davomida esa, demak, buni qiymati minus 1 dan kichik bo'ladi, 1 dan katta. Bu grafiklar boshqa ketishmaydi. Shuning uchun bu tenglamaning faqatgina 7 ta ildizi bor ekan, hurmatli tinglovchilar.